O'g'lim, juda chiroyli joyga olib kelibsan. Rahmat. Ona, yosh bolamisiz? Shuning uchun sizni shunaqa joylarga olib kelgim kelmaydi. Atrofni qarang, hamma bizga qarayapti. Sharmanda qilasiz-da. Uzr bolam. Qo'lim qaltirab ketdi. O'g'lim, qahrchilikda bolam. Qo'llarimdan kuchi qolmadi. Qoshiqni ushlasam qaltirab ketyapti. Bolam, kechir. Ona, yana ko'z yosh to'kishni boshlamang. Ko'z yosh yig'ishtiring. Hamma bizga qarayapti. Bitta ovqatni ham eplab icha olmaysiz. Qahrchilikda endi bolam. Sen o'zim tozalab qo'yaman. Kel. Ovqatingizni yedirib qo'yaman. Keling. Mana, keling, ovqatingizni yeb oling. Keling, bo'lmaydimi? Shirinmi? Qani? Bolam, onalar shunaqa bo'lar ekanda. Bolasi yura olmaganda qo'lidan ushlab yurgizar ekan. Ovqat to'kkanda biror narsa demay ovqatini yedirib qo'yar ekan. Yiqilganda ko'tarar ekan. Lekin shu yoshga kirib bir marta ovqat to'kib qo'yganimda shu ham senga malol keldi, bola. Ranjitsam ham mehring ayamading hech. Bolam deya haling o'ylamading hech. Ranjitsam ham mehring ayamading hech. Bolam deya haling o'ylamading hech. Baxtni ham o'zingga so'ramading hech. Meni deb haqatda sachlading. Onajon, men nodon o'g'lingizni kechiring. Sizga qo'pol gapirib yubordim. Mendan topganlaring faqat azordir. Shunda ham mehrimga bu qalbing zardir.